Remensiz dvigatellar haqida eshitganmisiz? 222 Mers, ya'ni Mercedes-Benz'ning 6-avlod S-klass modelini bir eslasak. U juda ko'p dvigatellarda ishlab chiqarilgan. Ular ichida 4, 6, 8 va hatto 12 silindrli versiyalari bor. Lekin keling, bugun bizning mashinalar dvigatelga konstruktiv tomonlama o'xshaydigan o'sha mashhur 6 silindrli motor haqida gaplashsak. Uning o'ziga xos tomoni shundaki, dvigatelda shunchaki kamar ishlatilmaydi. Bu bilan effektivlik va emissiya gazlarining ishlab chiqarilishi juda kamayadi. Ma'lumki, kamera bor mashinada harakatlanadigan konditsioner kompressori, rul gidravlikasi tizimi dvigateldan ma'lum bir o't kuchini olib qo'yadi. Bu mashinada esa bunday yo'qotish yo'q. Dvigatelda 48 voltli integratsiyalangan starter generator mavjud bo'lib, kompressor, suv nasosi, elektrik turbinani zarur energiya bilan ta'minlaydi va dvigatelga mexanik kuchlanishni kamaytiradi. Yana bir narsa, mashinada gibrid turbina tizimlari bor. Ya'ni odatiy turbina hamda yordamchi elektrik supercharger. Elektrik supercharger turbo yanmani joyida bartaraf etadi. Do'stlar, bu son 30 dan ortiq like yig'adigan bo'lsa, biz 222 modeli haqida bundan ham qiziq sonlarni tayyorlaymiz. Ko'rishguncha.